siyosiy yoki ijtimoiy tashkilotchilarning o'rtaq alohidligi xalq dot yoki nodon deyish orqali mas'uliyatdan qochadi. Amaliyotda bu ularning qo'g'dinish psixikasi va odam kontrol qilish taktikasi hisoblanadi. Buning orqasida tövandikidek bir qancha sabablar bor. Birinchi, mas'uliyatni boshqalarga do'ngash, ittirish. Agar bir tashkilotning plani mag'lub bo'lsa yoki ko'zlagan natijaga erisholmasa, tashkilotchilar o'zlarining iqtidorsizligini yoki xatoligini e'tirof qilishdan qo'rqadi. Shunga bizning planimiz yaxshi edi, lekin xalq nodonlik qilib bizni tushunmadi deyish orqali mag'lubiyatning asli yuzini yepib, savol-so'roqlardan qochadi. Ikkinchi, huquq imtiyozini qo'g'dash. Agar xalq aqlliq deb e'tirof qilinsa, undaqda xalqning savol so'rash, tanqid qilish va tashkilotning qarorlariga qarshilik ko'rsatish huquqi tug'iladi. Tashkilotchilar xalqqa dot qalpiqi kiygizish orqali faqat bizlar haqiqatni bilamiz, sizlar faqat bizga agashsanglar bo'ldi degan bir taraflama qo'mondonlik huquqini saqlab qilishga urinadi. Uchinchi, sarxillar tuyg'usi. Nurg'un tashkilotchilar o'zini xalqdan ustun turadigan, alohida tarbiya ko'rgan elit qatlam deb qaraydi. Bu xil psixika ularni xalqning amaliy ehtiyoji va aqliy yakunlariga sal qarashga, hatto ularni kamsitishga so'raydi. To'rtinchi, tashviqot taktikasi. Xalqni dot deb tasvirlash orqali tashkilotchilar o'zini xalqning qutquzuvchisi qilib ko'rsatadi. Bu ularning mavjudlik qimmatini sun'iy holda oshirish uchun xizmat qiladi. 5. Ma'lum bir g'oya yoki xalqning manfaatini qo'g'daymiz deb o'ttirg'a chiqqan tashkilot a'zolari o'zlarining shaxsiy turmushida axloq o'lchimi bo'lmasa, masalan, shahvona, kayf-safo odatlari bo'lsa, ularning so'zlarining hech qimmati qolmaydi va tashkilotga bo'lgan ishonch yo'qaydi. Bu faqat ikki yuzlamachilik va mas'uliyatsizlikdan boshqa narsa emas. 6. Xalqni ayiblash o'zini oqlashning eng to'van usuli. Ularning xalq dot bizni qo'llamadi deyishi o'zlarining sachiliklarini yoshirish uchun qilingan bir xil psixikalik besim. Bu xil kishilar o'z xatoligini tonishning o'rniga boshqalarga qara chaplash orqali o'zini yanada aqlliq va haqliq ko'rsatmoqchi bo'ladi. Ularning bu xil so'zlari xalqning o'z-o'zidan gumonlanishini maqsad qiladi. Ya'ni biz emas, sizlar xato qildinglar degan signalni berish orqali satchilikning ta'sirini suslashtirmoqchi bo'ladi. Qisqasi, xalqni dot deyish amaliyotda xalqdan ayminishning, samimiyatsizlikning va o'z-o'zini aldashning bir ko'rinishidir. Xulosa, xalqning qo'llashi sadoqat bilan keladi, dotlik bilan emas. Xalq bir tashkilotning samimiyatini va axloqini ko'ralmasa, albatta qo'llamaydi.